Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 26-may chizasi. Doim sizlarga aytib kelganmiz. Aeroportda passajir o'zini uyiga o'rab kelgan salafanlarda qabul qilmaydi deb. Mana hozir ham mana shu holat. Sankt-Peterburg, Buxoro. Mana reyslarga registratsiya jarayonlari boshlangan edi. Passajirlarda ochratib kelgan. Oxir oqibatda mana ochratlardan qaytib, chekkaga chiqib olib, mana sumkalarini salafanlarni yechyapti. Mana shu holatga biz oldindan akalar, opalar, yechingizlar sumkalaringizni o'rab kelgan bo'lsalaringiz, bo'stirishni qabul qilmaydi desak, nimaga sizlar aql o'rgatyapsizlar? Sizlar kimsizlar? Nima sizlar aql va qo'llaringizni o'tkazaman bu deb har xil gap so'z qilishadi. Mana oxir oqibatda baribir qaytishadi. Mana aka olib ketdi yukini, nariyoqqa o'rab kelishgan. Shuning uchun aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, sizlarni aldab biz hech qanaqa bir foydaga erishmaymiz. Lekin biz xohlaymizki, sizlarni mana bu bor vaziyatdan ogohlantirib o'tishga.